Nega foydasini ko'rmayapman deydi. Zo'r bo'lib ketadi. Turib yurib ko'ring deymiz. Vaqtida, ya'ni endi kuchayayotgan vaqtida davolash osonroq bo'ladi. Aslida og'riq bu signal beriladi. Bel va bo'yindagi og'riqlar qayta chiqaradi. Demak, muammo har doim umurtqada emas, to'g'rimi? Yaxshiman ketishadi-da, ertasi kuni ertalab qaytib kelishadi. Yana og'rib ketdi, hamma joyim yana og'rib qoldi deyishadi. Stress haqiqatan ham bel og'rig'iga sabab bo'ladimi shunda? Harakat fani hisoblanadi. Demak, bel va bo'yin og'rig'i tasodif emas. Tana gapiradi. Faqat uni eshitish kerak. Ko'p odamlarda shunday holat bor. Bel yoki bo'yin og'riydi, davolatadi, unutadi. Lekin bir necha oydan keyin yana boshlanadi. Bugun shu savollarga aniq javob olamiz. Nimaga bu og'riq qayta chiqaveradi? Nimaga odam davolangandan keyin bel va bo'yindagi og'riqlar qayta chiqaveradi? Xo'p, chunki ko'p hollarda patsientlarni, ya'ni bemorlarni litseniya davomida mushaklari bilan ishlanadi. Mushaklar bilan ishlanganda mushaklari bo'shashgan yoki spazm, ya'ni qotgan, taralashgan holatini ishlanadi. Ana shu holatini normal holatga olib kelinganda og'riqlari kamayadi yoki yo'qoladi. Tamom yo'qoladi. Lekin qachongacha degan savolga litseniya vaqtidan keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin yana og'riq bo'lishi mumkin. Sababi nimaga desa, sababi buni hali asosiy ilgizini litseniya qilinmagan. Demak, muammo har doim umurtqada emas, to'g'rimi? Shunaqa. Muammo faqat umurtqada bo'lmaydi. Muammolar asab tizimida ham bo'ladi. Ya'ni inson shuncha litseniya oldim, nega foydasini ko'rmayapman deydi. Chunki rosa ko'p patsientlarni ko'ramiz. Ya'ni qanaqa patsientlar kelinlar bo'ladi-yu. Yosh kelinlar ham kelishadi, yaqinda turmush qurgan. Yokida asabi tarang patsientlar keladi, yosh kattalar. Mana shularni litseniya qilamiz. Litseniya qilganimizdan keyin o'sha ko'p hollarda kuzatganman-da. Zo'r bo'lib ketadi. Turib yurib ko'ring deymiz. Litseniya qilganimizdan keyin. Birinchi bo'lib patsientlarimiz bilishadi. Birinchi bo'lib kineziologik test qilinadi. Ya'ni mushaklarini normal holatga olib kelamiz. Asablari bilan ishlaymiz. Ya'ni igloterapiyalar qilamiz. Asablar bilan ishlaganimizdan keyingina u patsientga aytamiz, yurib ko'ring, holatingizni ayting, oldin kelgan holatingiz bilan hozir kelgan holatingizni bir solishtirib ko'ring desak, zo'rman, yaxshiman deydi. Shu bilan litseniyani yana davom ettiramiz. Oxirida ketishidan oldin ham, misol uchun bir kunlik litseniyasi bo'lsa, oxir ketishidan oldin ham holatingiz qanaqa deb ularga yuzlansak, ular zo'r, yaxshiman ketishadi-da, ertasi kuni ertalab qaytib kelishadi. Yana og'rib ketdi, hamma joyim yana og'rib qoldi deyshadi. Birinchi savolimiz ularga beriladigan savol, kecha asabiylashdingizmi deymiz. Chunki shuncha litseniya qilinadi, boshqa qilinadi, zo'r bo'lib ketadi. Bitta shu stress bilan, bitta shu asab buzilish bilan yana ortga qaytib qoladi. Balkim undan ham kuchliroq bo'lib qolishi mumkin. Sababi asab, anaqa stress eski holatidan ham kuchliroq qo'yishi mumkin. Stress haqiqatan ham bel og'rig'iga sabab bo'ladimi shunda? Albatta, stress paytida nafas olish yuzaki bo'ladi. Nafas olish yuzaki bo'lgani hisobiga qorin va bel mushaklari taranglashadi. Har doimgidan ko'ra kuchliroq taranglashgani sababli belga olib keladi. Shunaqa holatlarda oddiy mashq yetarli bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Xo'p, mashqlar qarang, mana bunaqa narsa ham bor-da. Endi usulan chuqurroq bo'lib ketyapti. Yo'q. Mana bunaqa narsa bor. Mashq ikkita bemor deylik, ikkita bemor, ikkalovining ham beli og'riydi. Ikkalovining ham beli og'riydi. Lekin ikkaloviga bitta mashq beriladi. Shu bitta mashq kimgadir zarar berib qo'yishi mumkin, kimgadir foyda berishi mumkin. Shu holatda nima qilish kerak deyiladi? Shu holatda bu ikkita patsientni muammosi qatidan kelayotganiga qarab mashq beriladi. Ana shunda mashq ikkaloviga foyda beradi. Aynan kineziologiya bu holatda nima yordam beradi? To'liq qilib aytsangiz shuni. Xo'p, kineziologiya o'zi asli mushaklar va inson tanasidagi mushaklar va nervlar bilan ishlaydigan fan hisoblanadi. Harakat fani hisoblanadi. Aniqroq, harakat fani. Ya'ni sizni turishingiz, harakatlanishingiz ko'p hollarda mushaklaringizga tayanadi. Kineziologiya bo'lsa, kineziologiya boya aytdim-ku, kineziologik test qilamiz va mushaklarni normal holatga olib kelamiz.
ana shu mushaklar bilan ishlanadi. Shu mushaklarini normal holatga olib kelganimiz uchun boyagi patsientni masalan deylik oyoq mushaklarida. Oyoq mushaklarini ishlatganimizda oyoqda kuch bo'lmaydi, uni qayerdan kelayotgani topilinadi, u yechilingandan keyin oyoqqa kuch keladi. Ya'ni mushak ishlash boshlaydi. Kinezologiya mana shu narsa. Qaysi paytda albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak? Xo'p, qaysi paytda bemorni doimiy ravishda, ya'ni kunlab og'risi. Mana bir xil bo'ladi, og'riqqa chidamli insonlar bo'ladi. Ana shu og'riqqa chidamli bo'lganda ham 1-2 kun yoki 1-2 haftagacha og'rib ketadigan bo'lsa, albatta doktorga borish kerak. Albatta. Agar masalan deylik 1-2 hafta kutolmaydigan odamlar bo'ladi-yu. Kutolmasin ham, chunki sog'lig'i birinchi o'rinda bo'lishi kerak, sog'liq. Sog'liqni birinchi o'ringa qo'yilmasa, qolgan hammasi nolga teng. Juda ham qattiq og'rigan holatda doktorga murojaat qilsan. Bee'tibor qoldirish kerak emas bu narsani. Masalan, deylik bu narsa kuchayib ketgandan ko'ra, buni vaqtida, ya'ni endi kuchayayotgan vaqtida davolash osonroq bo'ladi. Odamlar shu jarayonda eng ko'p qiladigan xato nima? Odamlarning qiladigan xatosi og'riqni dushman deb bilish kerak. Aslida og'riq bu signal beriladi. Ya'ni nimadandir signal bo'ladi. Yana uni o'chirish emas, ya'ni olovni o'chirish emas, uni tushunish kerak. Ya'ni uni o'chirishdan ko'ra, uni tushunib qayerdan kelyapti, nimadan kelyapti, qayerdan kelib chiqyapti, o'sha narsani tushunib yetish kerak. Odamlar shu xatolarni qilib qo'yishadi. Tushunishmaydi, ozgina og'rigan paytda dori iste'mol qilib qo'yishadi. Va endi dori bilan yurishadi. Demak, bel va bo'yin og'rig'i tasodif emas. Tana gapiradi. Faqat uni eshitish kerak.